Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Yangiliklar bo'yicha gapiraylik. Xo'sh, kecha ikkita shtatda, Kanzas bilan New York Buffaloda trakchilarning reydi bo'ldi. Endi bu qanaqa? Bittasinikini yo'lda ushlagan, Kanzasni u reyd demasak ham bo'ladi. Militsiyani o'zi ushlagan, politsiyani Highway Patrol nima qiladi? Aynini ko'radi. Shu limited term yozganmi yo non domicile yozganmi bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Aysi chaqirish uchun. U shunaqa bo'lgan. Bu Kanzasda. Keyin Buffaloda pilot nimani? Pilot tracking nimani? Nima edi uni? Gas stationda. Shu pilotda oqshom mana bolalar kiryapti dam olishga, ha? Endi ertalabgacha endi uyga chiqaman deb kelyapti-yu, hamma traklarni bo'sayapti. Endi bizani mijozimizni ham olib ketgan, yana u bilan yana 5 ta odamni olib ketyapti. 6 ta odam ketdi dedi. Keyin telefon qildi, gapirdi. Ana endi o'zi mana bu o'zimizning mijozimizni ham qarindoshlar aloqa chiqdi. U Kanzasdagi bolani ham nimalari aloqa chiqdi. Mana shular endi hamma nima deb bilasiz. Mana kim hozir videoni ko'rayotgan bo'lsa, ularni ham shu qiziqtirgan savol nima? Xo'sh, endi nima qilamiz? Ha? Variant 4 ta o'rtoqlar. Endi osonidan boshlaymiz, qiyindan ketamiz. Birinchisi eng osoni Samadeport. Birinchi osoni, to'g'rimi? Birinchi osoni. Ikkinchisi nima qilasiz? O'zingiz advokatsiz oxirgi sudingizni detentionga o'tkazasiz. Masterni ham, individualni ham. Uchinchisi xuddi shu ishni advokat bilan qilasiz. Endi ikkinchi bilan uchinchida ichida bonddan bor. Bondni so'rashga haqqingiz bor-da, o'zingiz ham so'rasangiz bo'ladi, advokat bilan so'rasangiz bo'ladi. Bu endi hozir birinchisi Samadeport, ikkinchisi master, bond, individualni o'zingiz qilasiz yo advokat bilan qilasiz. Uchinchi variant. To'rtinchi variant nima? Bularni ustidan agar sizga bond bermasa, bularni ustidan nima qilish? Sudga topshirish. Bond bermasa degani bond sudi bo'ldi-yu, senga bond mumkin emassan, sen jamiyatga xavfing bor, yo sudga kelmaysan deb bondni bermasa emas. Umuman mana bonddan oldin sizga aytadiki, sizga bond mumkin emas deb aytadi, yo sudga borganingizda bond sudida sizga aytadiki, meni vakolatim yo'q, men bond berolmayman. Mana hozir qoida qonunlar yangi bo'lgan, shuning uchun berolmayman desa, отказ qilsa bondni, shu holda bularni ustidan ariza topshirib federalniy sudga habeas corpus topshirib, shu orqali bond olish ili bondsiz tashqariga ozodlikka chiqish mumkin shansi bor. Endi bu shans kimga ko'proq bo'ladi? CBP bilan kirmagan bo'lsa, shansi ko'proq. Kelganiga 2 yildan ko'p bo'lgan bo'lsa. Demak, men 220 bilan kirganman. 220 bilan kirganman. Undan keyin men kelganimga 2 yildan ko'p bo'lgan. To'g'rimi? Shunaqada meni shansim ko'p. Xo'sh, CBPlarning shansi qachon ko'p bo'ladi? Bunda endi o'zi chunki CBPlarga bond tak mumkin emas. U boshidan mumkin emas edi bond. Ularniki qanaqa bo'lishi? Agar CBPni suddan olib ketsa, masalan, yo ice checkingga borganda shundan olib ketsa, san shundan balkim noqonuniy meni hibsga oldilaring deb unda sudda beradi. Atak CBPda buncha ko'p nima emas deb o'ylayman-da. Buncha ko'p shans yo'q deb o'ylayman, lekin endi buni hali bugun nima bilan gaplashamiz, advokat bilan maslahat qilamiz. Chunki bu odamlar CBP bilan kirgan boshida, masalan, CBP bilan kiradi, to'g'rimi? Ikkinchi marta mana qo'lga olganda bularni shu nima statusini almashtiradimi, yo'qmi, 220 ga aylantiradimi, yo'qmi? Buni bitta bir advokat bilan maslahat qilishim kerak. Hozircha mana shu o'rtoqlar, kecha bo'lgan voqea Kanzasda politsiya ushlayapti. Laysensni tekshiryapti, hech qanaqa narusheniya yo'q. Aysta chaqiryapti. Ikkinchisi bolalar Buffaloda nimaga? Gas stationga kiryapti, pilotga. Oqshom dam olish uchun ertalabgacha kelyapti-yu, oqshom hammani bosib olib kelyapti. Hozircha mana shu o'rtoqlar 13-da u Kanadaga o'tgan bolani sudi bo'ladi. Unda ham yangiliklar bo'lyapti, bizga yoqmaydigan yangiliklar. Bu haqida hali 13-noyabrda sudi bo'ladi u bolani, oxirgi sudi. Chunki sudya bizga vaqt bermayapti. O'zi bular o'yin qildi, bu bilan hali men отдельный nima qilaman, отдельный video qilaman bu bo'yicha. Sizlar bilan bu gapiramiz. Hozircha mana shu o'rtoqlar ehtiyot bo'linglar. Menimcha o'zi
trakchilarga maslahatim o'sha trakdan chiqish kerak o'rtoqlar. Qancha kutamiz? Shu ushlasa keyinmi? O'sha kundan kun yomon bo'lyapti-ku. Shuning uchun o'rtoqlar, menimcha o'sha trak, mana trakka bo'ladigan odamlar o'sha menimcha nima qilish kerak? Chiqish kerak. Ili, yo men ishlayman taqdirdan desa agar oxirigacha kurashadigan bo'lsa, ortiqcha $15,000 bo'lish kerak yonida-da. Chunki men bu immigratsiyon sud bor, bond sudi bor. Ertaga masalan bond bersa, yana 5,000 bilan 10,000 beradimi? Bu 15,000 faqat ma'lum advokatlarning ishi deb aytayotganim. Ikkita bo'yicha. Individual va habeas. Agar bond qilsa agar u yana 5,000 qo'yami, 10,000 qo'yami. Mana shu qilib kami 15, hatto 25 qissada bo'lish kerak. Bemalol men agar yurmoqchi bo'lsangiz. Shunda ham endi bu 100% chiqas degani emas. Harakat qilsa bo'ladi. Odamlar chiqyapti. Hozircha mana shu gaplar sog'-salomat bo'linglar o'rtoqlar. Videolarni ko'ringlar. TikTok, Telegram, Instagramlarga подписка bo'lsinglar. Ko'proq Instagramga emas-ku, TikTok bilan Telegramda. Chunki men u yerda live qilaman, savol-javob qilaman. Hozircha mana shu. Ko'p rahmat, o'rtoqlar, sog'-salomat bo'linglar.